nega erkaklar quloq solmaydi va nega ayollar xaritani o'qiy olmaydi kitobi Alan Pease va Barbara Pease mualliflari tomonidan yozilgan 1998-yilda. Xo'p, shu kitobda demak haqida taqdimotimiz, demak bu kitob haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, 300 million nusxadan ortiq sotilgan shu paytgacha. Dunyo bestsellerlar ro'yxatiga kiritilgan va bundan tashqari ushbu kitobda biz o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlar tarbiyaning emas, balki miyamizning tuzilishi, ya'ni aqliy salohiyat va ularni ishlash natijasida shakllanadigan nima desa bo'ladi, holatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun men sizga ushbu farqlarning qayerdan kelib chiqishi va kundalik hayotda qanaqa foydalanishimiz haqidagi farqlarni tushuntirib o'taman. Bizda asosiy g'oyamiz, demak, erkak va ayol o'rtasidagi farqlar tarbiya emas, biologiyaga bog'liq. Ya'ni o'sha kitobning asosiy g'oyasi shuni anglatadiki, erkaklar ayollar o'rtasidagi tushunmovchilik bu tarbiyaning emas, miyaning o'zining, demak, kelishmovchilik miyani o'zini, demak, tuzilishi va natijasiga bog'liq. Aynan aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi misol kelishmovchilik paytida kitobdan olingan bir misol aytib o'taman. Ayol va erkak mashinada ketayotib, yo'l-yo'lakay ayol, demak, o'sha restoranda, yangi ochilgan restoranga ko'zi tushadi. Va eriga taklif qiladiki, ushbu restoranga kirib o'taylik degan ma'noda. Yo'q, biz rejada amal qilishimiz kerak deydi. Biz uyga borishimiz kerak. Ya'ni erkakning miyasi aniq bir rejaga asoslangan. Ya'ni o'sha ovchi sistemasida ko'rilgan bu qadimdan uyga borishimiz kerak. Hozir demak degan ma'no bor. Aynan bir nishonni olgan, o'sha nishon bo'yicha yuriydi. Ayolda esa u lahzadan nima desa bo'ladi, hayratlanib, hordiq chiqarish, ya'ni nima desa bo'ladi, hissiyotlar ko'p bo'ladi demoqchiman. Va ikkinchi misol, muloqotdagi farq, kitobda ta'kidlanganki, ayol kunning voqealarini o'sha er ishdan kelgandan keyin 20 daqiqa davomida aytib, taassurotlarni yetkazib beradi. Eri esa uni, demak, oxiridagi 30 soniyasini eshitadi va uni yuziga qarab turib, "Xo'sh, bundan xulosa nima?" degan gapni aytadi. Aslida bunaqa so'ramaslik kerak. Mana hozir kitobni o'qib chiqib shu narsa xulosaga keldim. Bu ayolga nisbatan qanaqadir hurmatsizlik bo'ladi. Lekin erkakni ham hozir bu vaziyatda to'g'ri tushunish kerak. Erkakni ham demak ishlab kelgandan keyin nima desa bo'ladi, miyasiga dam, ya'ni nima desa bo'ladi, qo'polroq qilib aytsa, polyot rejimi, xullas dam olish kerak bo'ladi. Uni mutlaqo tinch qo'yish kerak. 20-30 daqiqa oralig'ida deb kitoblarda aytilgan. Endi hammada har xil bo'ladi bu narsa. Xo'p, buni jim turishi bu befarqlik emas. Bu erkakning miyasini ma'lumotlarni filtrlash qobiliyati. Kuni bo'yi ishlab, nima desa bo'ladi, xodimlar bilan gaplashib, munozarada bo'lib, muzokara qilingandan keyin har bir fikrni u filtrlaydi. Filtrlashi natijasida unga dam kerak bo'ladi. Ayolda esa bu emotsional ko'rinishda bo'ladi. Aynan hamma narsani to'liqligicha aytadi, hech qanaqa bir nima desa bo'ladi, yomonlash ham emas, filtrlamaydi ham deb bo'lmaydi, filtrlaydi o'ziga yarasha gaplarni. Lekin erkakda bo'lmaydi. Ya'ni asosiy maqsad selni nazarda tutib olib ketilmaydi. Kitobning asosiy da'vosi bu farqlar 100 ming yillik evolyutsiya natijasida shakllangan va erkak ovchi sifatida bitta nishonga fokuslangan, ayol esa yig'uvchi sifatida atrof muhitni doimiy kuzatgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizda erkakda hayotida faqat bitta nishon bo'ladi. Xo'p, muammo haqida gaplashadigan bo'lsak, bir-birimizni tushunish o'rniga o'zgartirishga harakat qilamiz. Ya'ni san bunaqasan, men yaxshiman, sen yomonsan degan mazmunda bir-birimizni o'zgartirib, bunaqa gap gapirma degan ma'noda qo'polliklar bo'ladi endi har bir oilada. Aynan shu muammolar haqida ham aytib o'tib ketilgan. Kitob bu haqida juda o'tkir kuzatish qiladi. Bir-birimizni, demak, tushunish o'rniga doimiy o'zgartirishlarga harakat qilishimiz bu noto'g'ri. Keling, kitobda keltirilgan hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Muloqot muammosi. Kitobda tasvirlangan ayol kunning voqealarini hikoya qilganda, erkak uning kuni bo'yi o'sha g'azablanganmi yo bo'lmasa xursand kayfiyatda o'tdimi uni kuni, bu narsa haqida taassurotga ega bo'lmaydi va shu uchun nima desa bo'ladi, undagi to'liq emotsiyani tushuna olmaydi. Keyin uni oqibatida ayol o'ylaydiki, u menga quloq solmayapti, u meni sevmaydi degan mazmunda noto'g'ri o'y fikrlarga kelib chiqadi. U nimani aytayotganini tushunmayapman degan xulosada erkak esa qolib ketadi. Bu yerda har ikki tomon ham noto'g'ri emas, ularning miyasi ma'lumotlarni boshqacha qayta ishlaydi. O'sha aytib o'tganimizdek, hozir ishdan kelgan erini boshini nima deydi, bir qotirish bilan ovora bo'layotgan bir paytda, o'sha paytda men tavsiyam, o'sha kitobda ham xuddi shu narsa aytilgan ekan, erini mutlaqo tinch qo'yishi va er tomonidan ham aytilishi kerak. Aynan hozir nima desa bo'ladi, menga
miyam dam olishi kerak, kuni bo'yi ishdan charchadim degan mazmunni chiroyli yetkazib berish kerak. Hozirgi oilalarda, o'zbek oilalarida kuzatishimiz mumkin, ishdan kelishi bilan juda qo'pol muomalada bo'ladi. Kundalik hayotida kechirgan muammolari, problemalari va odamlar bilan kelishmovchiligini kelib, ayolidan olish holatlari ham bo'ladi. Xo'p, demak, hissiyotlar talqini haqida aytadigan bo'lsak, kitobda ta'kidlangan erkakning ayolning yig'laganini ko'rganda darhol muammoning yechimini izlaydi. Ayol esa faqat uni tinglashini istaydi. Bu yerda biz nimani ko'ramiz? Erkak tomondan men senga yordam berishim kerak degan narsa bo'ladi. Bu faol yondashuv bo'ladi. Ayol tomonidan esa meni tinglashingni o'zi yetarli degan mazmunda demak tushunishingni xohlayman deganda hissiy yondashuv bo'ladi. 3-masalada vaqt muammosi. Kitob xuddi erkak ishdan qaytganda 30 daqiqa jim bo'lishga muhtoj, ya'ni jim holatda yo dam oladi, yo bo'lmasa o'zini nima desa bo'ladi. Xuddi kompyuterga o'xshab restart, ya'ni o'sha перезагрузка qilib olish kerak bo'ladi miyasini. O'zimizning ehtiyojimizni majburiy qilishga harakat qilamiz. Asosiy xatoyimiz esa, demak, kitobda ko'rsatiladiki, biz doimo sen menga o'xshagan bo'lishing kerak deb o'ylaymiz. Erkak ayolga nega sen shunchalik hissiyotlisan degan savolni ko'proq beradi. Kitobning yechimi bu masalalarga farqlarni muammo sifatida emas, boylik sifatida ko'rishni boshlash, erkakning maqsadga yo'naltirilgan va ayolning kontekstni idora etishga va ular bir-birini to'ldirishga dalda bo'ladigan nima desa bo'ladi, gaplar yozib o'tilgan. Biz tushunishga harakat qilsak, o'zgartirishga hojat qolmaydi. Ya'ni bir-birimizni tushunishimiz bu kelishmovchilik, oilada kelib chiqadigan kelishmovchiliklarni yo'q qilishga, ya'ni butkul batamom tugatishga sababchi bo'ladi. Va kelishmovchilik, ya'ni har bir odamning o'zini prinsipi va na prinsip ketishi bor oilada, bilsalar. Erkak miyasi aytib o'tganimizdek bir maqsadga tayangan reja asosida natijaga erishadi. Ayol misol do'kon ro'yxatini tuzadi, ularga non, sut, sabzavot va boshqa narsalarni yozadi. Va demak, erkak do'konga kirganda non qayerda, sut qayerda, u ketma-ket birma-bir, demak, bu befarqlik emas, ya'ni o'sha ketma-ketlikda olib ketadi. Erkak miyasi bir maqsad uni bajarish va keyingisiga o'tish tizimi ostida ishlaydi. Filtrlash qobiliyati esa kitob juda qiziq kuzatishlar qiladiki, erkak miyasi keraksiz ma'lumotlarni avtomatik ravishda filtrlaydi va ayol hikoya qilganda bugun ofisda aytib o'tadi, shu misol qilib, bugun ofisda Yuliani ko'rdim. U yangi soch turmagini olgan, uning nabirasi kasal bo'lib qolgan ekan degan gapni ayol erkakka aytgandan keyin erkak bu narsani qanaqa filtrlaydi? Yuliya kasal, demak nabirasi kasal, ya'ni Yuliya ofisda emas, bizning loyihamiz esa kechikadi. Ya'ni u nabirasiga, ayol nabirasiga qayg'uryapti, bu esa o'zini ishi, ya'ni o'ziga kerakli joyini ajratib filtrlab olyapti. Mana shu narsaga ko'p energiya ketadi deb o'ylayman erkak kishi tomonidan. Erkak kompyuterda ishlayotganda, yana bir misol, kompyuterda ishlayotganda u faqat ekrandagi dastur bilan shug'ullanadi. Orqada bolalar shovqin qilsa u eshitmaydi. Telefon qo'ng'iroq kelganda faqat bezovta bo'ladi. Va o'sha nima desa bo'ladi, maqsadidan chalg'ish mumkin. Reja tuzish haqida gap ketyaptiki, reja tuzish kitobda ko'rsatilganidek erkak miyasi chiziqli ishlaydi. Masalani aniqlash, rejani tuzish, amalga oshirish va natijani olish. Xo'p, kelishmovchilik misolida kitobda tasvirlangan voqea ayol tomonidan mana shu restoranga kirib ko'raylikmi va men u yerda ishlaganman, u yoq nima desa bo'ladi, yaxshi va juda go'zal va ichki bezaklari bor. Erkakda esa bunga nisbatan qanaqa xulosa keladi? Yo'q, biz rejaga amal qilishimiz kerak, 1 soatda uyga yetib borishimiz lozim. Va bu yerda erkak miyasi reja buzilishidan xavotirlanadi. Ayol miyasi esa imkoniyatni ko'ra oladi. O'sha yo'lidan chiqqan nima desa bo'ladi, ko'rib lahzadan rohatlanishni ko'rib biladi. Erkakda esa o'sha bitta maqsad qo'yilgandan keyin yonida turgan, nima deydi, bir o'zini e'tiborini chalg'itadigan yoki yangi ochilgan o'sha mana restoran yoki u narsalar uni chalg'ita olmaydi. Aniq maqsad qo'ygandan keyin o'sha maqsad tomon harakat qiladi. Bu gapim bilan ayollarni yerga urmoqchi emasman. Ular emotsional bo'ladi demoqchiman shunchaki. Uzoq vaqt sabr bilan kutadi, harakatni aniq rejalashtiradi, energiyani tejaydi. Amaliy maslahatlar esa kitobda quyidagicha aytiladi. Erkak bilan gaplashganda to'g'ridan to'g'ri bo'ling, unga vazifa bersangiz, uni aniq va ravshan bo'lsa, u jim bo'lsa, dam olayotganini tushuning. Shu o'rinda xulosa qilib o'tib ketishimiz kerak. Erkak miyasi maqsadli va aniq fokuslangan bo'ladi. Bu yomonlik emas, balki kuchli tomon rioya qiladi. Kuchli tomon bo'lgan o'zining maqsadiga rioya qiladi. Farq shundaki, biz bu ishlash usulini qabul qilishimiz kerak. 5-slaydimizda
miyani aniqla tezkor testi bo'lib o'tadi. Men hayot vazifalarini o'qiyman, sizlar esa qo'llaringizni ko'tarib birma-bir javob berasizlar. Aynan qaysi biri sizlarga tanish holat bo'lishi mumkin. Ketma-ketlikda savol, 5 ta savol o'zi. Men hozir savollarning birinchisini o'qiyman, qo'l ko'tarib sizlar javob berasizlar. Telefon suhbatida faqat xulosani eshitadi. Kim javob beradi? Yo'q, javob bermayman. Menda shunaqa bo'ladi maqsad. Telefon, demak, xulosani, demak, eshitasiz. Eng oxirgi shu uzoqdan keladi, misol hozir o'zimizda ish temasida ham gaplashsak, zakaz deydi, kelish kerak edi deydi, siz uni tushuntiribsiz misol uchun. Oxirida balki pul tema yo boshqa bo'lishi mumkin. Xuddi o'sha narsani tushunasiz siz, to'g'rimi? 5 minutda gapiradigan narsani 1 minutda gapirsa, shunisi yaxshi bizga. Gapni aylantirib bunaqa edi shart emas. Sraz maqsadga o'tgan ma'qul. 2x ga qo'yib, eshitasiz Telegramda ham yo boshqasida ham, to'g'rimi? Xo'p, tushunarli. Yangi uyga ko'chib o'tgach, bir hafta ichida barcha qo'shnilar bilan tanishishga ulguradi. Ya'ni o'sha emotsionallik haqida gapirib o'tdik. Tez kirishuvchanlik u kimda bo'ladi? Erkakdami, ayoldami? Nima deb o'ylaysizlar? Nima sababdan deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni aytib. Uyda ko'proq o'tiradi. Yana 6 oy bo'ldi ham qo'shnilar tanimayman masalan. Juda soz. 3-savolimiz xaritani teskari aylantirib ham yo'l topa oladigan shaxs, ya'ni jins vakili kim? Erkak kishi albatta, demak, o'sha aniq bir maqsad, chunki u hozir misol uyga ketish kerak yo bo'lmasa o'sha yangi ofisga borish kerak, u nima qilib bo'lsa ham yo'lni topadi-da. Yo telefon qilib bo'lsa ham, yo xaritaga teskari qaragancha to'g'rilab olib bo'lsa ham yo'l topadi. Do'konda 3 ta narsa sotib olish kerak bo'lsa, 10 ta rangi va turini solishtiradi. Bu kim? Ayol. Sizlar ham javob berasizlarmi, qizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Bor narsami? Mashinada yo'l yo'qolganda, demak, yo'llanma yoki GPS ochish o'rniga to'xtab xaritani o'rganadi. Erkakda jimlik holati nimani anglatadi? Jimlik hodisasining neurologik izohi haqida aytib o'tamiz. Kitobga ta'kidlanganidek, erkak miyasi kun davomida ma'lumotlarni izlab, filtrlash va qayta ishlashda davom etadi. Shuning uchun u 2-3 marta 20-30 daqiqadan o'sha shuncha filtrlagan axborotini qayta ishlash uchun yo dam olish kerak, yo hordiq chiqarish kerak bo'ladi. Jimgina qolishning demak evolyutsion sababi. Kitob misoli qadimgi ovchi kun bo'yi ov qilib, katta konsentratsiya bilan ishlaganidan so'ng u qaytib kelib hech kim bilan gaplashmasdan dam olgan. O'sha qadimgi ovchilar misolida ham aytib o'tilyapti hozir. O'sha ovchi qaytib kelgandan keyin darrov ovlab kelgan narsasiga yopishmagan, ya'ni o'shani qo'ygan, damini olgan va o'zimizda tilda aytganda jaydarchasiga sveji kallada turib ishga yondashgan, to'g'rimi? Ayol miyasining farqi bu jihatda kitobda qiyos qilinadi. Ayol miyasi doimiy ravishda ma'lumotlarni almashinuvida u bir vaqtning o'zida bolalar, oshxona, uy ishlari, ijtimoiy aloqalar haqida o'ylaydi. O'sha aytib o'tganimizdek, qo'shnilar bilan tanishish ayollarda baribir tezroq bo'ladi. Shuning uchun ayolning offline rejimga ehtiyoji kamroq, uning miyasi doimiy ravishda ijtimoiy aloqani saqlash rejimida turadi. Unga aytib o'tilganda o'sha endi ular dam olmasligi kerak deganimiz yo'q. Dam olish kerak, lekin erkakdagi filtr qilingandan so'ngda bu narsa bo'lishi kerak. Kelishmovchilik manbai haqida gapirsak, kitob misoli erkak ishdan qaytib kelib 30 daqiqa jim bo'lganda ayol u menga g'azablanibdi yo bo'lmasa men bilan gaplashishni xohlamayapti deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Kitobda bu narsaga taklif, ya'ni o'sha yechim qilib aytilgan. Demak, erkak jim bo'lganda unga bo'sh vaqt bering. Bu uning sizni sevmasligi emas, balki miyasini qayta tiklash usuli orqali sizni gapingizni eshitishga nima desa bo'ladi. O'zida kuch topishi uchun dam olish kerak. Men sening jimligingdan xavotirdaman, chunki mening miyam boshqacha ishlaydi degan ma'noda gapiradi. Amaliy maslahatda aytib o'tilgan kitob taklifi, erkak jim bo'lishdan oldin ayolga men hozir dam olishim kerak, 30 daqiqadan keyin gaplashamiz deyish kifoya bo'ladi. Bu aynan erkaklarga tegishli maslahat. Shu aytib o'tish kerak, nima sababdan jim turganligi haqida. Aynan hozir mana miyam восстановление bo'lishi kerak. Shu sababli menga ozroq vaqt kerak, 30 daqiqa vaqt bersang, bu oddiy ogohlantirish juda ko'p tushunmovchiliklarni oldini olishi mumkin. Nazariy asos, miya tuzilishi va evolyutsiyasi erkaklar qadimdan ovchi va ilmiy dalillar hozir haqida gapirib o'tamiz. Qadimgi ovchilar haqida ham aytib o'tdik. Xo'p, birinchidan miyaning ishlash usuli erkaklar bir vaqtda faqat bitta narsaga e'tibor qaratishi mumkin, ayollar esa bir nechta ishlarni bir vaqtda bajarishi mumkin. Buning sababi miyamizning ichki tuzilishi. Ikkinchidan miya ichidagi aloqa yo'llari tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar miyaning 2,5 sharini bog'lovchi yo'llar erkaklarnikiga qaraganda ancha keng. Bu esa ularga bir vaqtda miyaning turli qismlarida foydalanishga imkon beradi. O'sha
ko'p funksional sifatida demak yashaydi demoqchi ayollar. Uchinchidan, tabiatning bergan xususiyatlari erkaklar qadimdan ovchi sifatida rivojlangan, shuning uchun ularning diqqati bilan nishonga qaratilgan, ayollar esa yig'uvchi sifatida rivojlangan. Ular atrof muhitni doimiy kuzatishga va bir vaqtning o'zida ko'p narsalarni sezishga moslangan. O'sha emotsionallik bu narsaga sababchi bo'ladi. Ya'ni hamma narsaga ham e'tibor qaratish orqali kelayotgan xavf yo boshqa narsani tezroq ular anglaydi demoqchi. Misol, erkak mashina haydayotganda faqat yo'lga qaraydi. Ayol esa u unaqa emas. Ayol yo'lga ham qaraydi, manzarani ham kuzatadi, svetoforga ham qaraydi, bolaga ham qaraydi, qo'shiq ham eshitadi, hammasini bir vaqtda qiladi. Xulosa nima bo'ladi bu joyda? Bu farqlar tasodifiy emas, ular tabiat tomonidan berilgan qonuniyatdir. Xo'p, amaliy hayot haqida gaplashadigan bo'lsak, oila hayotida kitobning amaliy maslahatlari erkak uchun ayol gaplashganda to'liq e'tiboringizni unga qarating. Telefoningizni chetga olib qo'ying va uni butun vujudingiz bilan eshitishni boshlang. Ish hayotida kitobda berilgan yo'l-yo'riqlar erkak rahbar bo'lsa agar, ayol xodimlarga nafaqat topshiriq, balki kontekstni ham tushuntirish boshqacha bo'ladi. Ya'ni kitobdan men o'zim shu narsani o'rgandim. Erkak kishiga nisbatan agar aytib o'tishim kerak bo'lsa, qanaqadir vazifa ish mobaynida bu vazifani dushanbagacha tugatishimiz kerak. Ayolga esa bunaqa deb bo'lmaydi, uni batafsilroq tushuntirish kerak. Ya'ni o'sha ular baribir ko'ngli nozik bo'ladi, shu sababli ularga chiroyli qilib tushuntirish durust bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda men bu narsani hozir qilsak, ertaga hamkorimiz bizaga shu ishimizni muvaffaqiyatimizga qarab turib hamkorlik qiladi. Agar biz shuni tugatsak, bizlar bilan hamkorlik qilish ehtimoli oshadi degan ma'noda gaplashish ustunligini tushundim o'zim hayotimda shu kitobdan. Xo'p, 3-masala, kundalik muloqotda kitobning oddiy va samarali usullari erkak va ayol tinglaganda xulosa nima deb so'rash o'rniga keyin nima bo'ldi? Ya'ni uni 20 daqiqa eshitib turib, "Xo'sh, nima bo'libdi?" degan gapning o'rniga qiz bola aytish mumkin, ayol kishi aytish mumkin, "Men onamlarga bordim, ovqat pishirdim, keyinchi nima bo'ldi? Davomini aytchi" deyilgan joyga shu "Xo'sh, nima qilaydi?" o'rniga "Keyinchi davomini ayt" deyish orqali unga qanaqadir bir qiziqish uyg'otganligingizni bildirishingiz va bundan tashqari uni fikrini eshitishingiz va uni hurmat qilishingizga kelishmovchilik kamayishini oldini oladi. Hayotiy misollar bu narsani sotib olsak, oilamizga qanday ta'sir qiladi? Oila byudjeti miqyosida ayol kishi o'ylaydiki, o'sha bu narsani sotib olsak, oilamizga qanday ta'sir qiladi? Ya'ni holatni ko'radi erkak kishi. Bu qancha turadi va byudjetga mos keladimi? Erkak kishi aynan raqamlarga qaraydi. Ya'ni o'sha byudjetimizga to'g'ri keladimi shu narsani sotib olish? Keyingi oyga misol oylik ro'zg'orni yetkaztirib berib bilamizmi degan narsani o'ylaydi. Ayol kishi ham yomon o'ylamaydi, ikkalasi ham to'g'ri o'ylayapti. Bittasi oila uchun o'ylayapti, ikkinchisi o'zini oilaviy byudjetidan kelib chiqib turib xulosa qilyapti. Xo'p, bu joyda ikkinchi masala, o'sha misolimiz bolalar tarbiyasi. O'g'il bola bu qurilmani qanday ishlashini, ya'ni tizimni tushunishni istaydi. Qiz bola, o'sha yosh bolalar esa bu o'yinchoq bilan qanday o'ynash kerakligini, ya'ni ijtimoiy aloqani tushunishni istaydi. 3-misolga keladigan bo'lsak, do'stlik munosabatlari. Erkak do'stiga muammosiga aytgan ishi, do'stiga muammosini aytganda, do'sti unga shunaqa qil, yechim taklif qiladi. Ayol do'stiga muammosini aytganda, men seni tushunaman, hissiy qo'llab-quvvatlash orqali demak o'sha muloqot kelib chiqadi. Kitobning asosiy xabari oddiy o'zgarishlar katta farq qiladi. Tinglash usulining o'zgartirishlari, gaplashish usulini moslashtirish, harakatlar sababini tushuntirish va eng muhimi natijasi bizga qanaqa olib keladi? Kitobda va'da qilinganidek, bu oddiy o'zgarishlar bilan muloqot osonlashadi. Va buni so'nggi nima desa bo'ladi? Shu mavzudagi so'nggi gap qilib aytsak, farqlarni muammo sifatida emas, imkoniyat sifatida ko'ring. Bu bilim sizga na oilangizda, na ishda, na do'stlaringizga, hammasiga to'laqonli yordam beradi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va 9-slaydimiz natija nimaga olib kelish haqida. O'sha kitobning asosiy natijasi shu: tushunish, hurmat va hurmat esa uyg'unlik keltiradi. Keling bu qadamni tushunib olaylik. Undan ko'ra avvalambor birinchi qadam tushunish. Kitob shuni o'rgatadi: erkak va ayol bir xil emas, bu yomonlik emas, tabiatning bergan qonuni. Hamma ham o'sha aytib o'tgan kattalar 5 barmoq bir xil emas, 5 barmoq bir xil emas. Ikkinchi qadamimiz bu yoqda hurmat. Biz bir-birimizni tushunganimizda unga hurmat paydo bo'ladi. Masalan, erkak ayolga sen nega shuncha gapirasan o'rniga chiroyliroq qilib aytganda, sening miyang boshqacha ishlaydi. Men buni tushunaman. Ayolga nisbatan shunaqa aytish kerak. Qo'pollik qilib, nimacha ko'p gapirasan, gapini o'rniga
shuncha gapni miyang sig'dirib biladimi degan ma'noda hazilomuz gap bilan o'sha muloqot qilib ketishni taklif qiladi. 3-qadam uyg'unlik, ya'ni hurmat bo'lganda uyg'unlik keladi. Biz bir-birimizni o'zgartirmaymiz, balki birga ishlashni o'rganamiz. Kitobning yo'li farqlarni ko'rish, sabablarni tushunish va hurmat bilan qabul qilish. Birga ishlash hayotiy misollari haqida aytsak, oilaga yo'naltirilgan ayol aytadiki, bu xarajat oilamizga qanday ta'sir qiladi? Holatni ko'rish esa ikkalasi ham kerak bo'ladi. Ya'ni xarajatni ham ko'rish kerak, oilaga foydasini ham ko'rish kerak degan ma'noda aytyapti. Ikkalasi ham kerak jihati shu, birinchi byudjetni, ikkinchisi oilani baxtini o'ylaydi, farqlarni to'ldiradi va o'sha nima desa bo'ladi? Qayg'uni kamaytirishga sababchi bo'ladi. Farqlar muammo emas, ya'ni o'sha ikkalasini ikki xil odamlar bo'lganligi bu muammo emas, bu yechim. Biz turlichamiz, shuning uchun bir-birimizga muhtojlik jihatimiz bor. Ya'ni bir xillik bo'lib qolsa ham qanaqadir bir zerikarli bo'lib qoladi. Mukammal xulosa qilib aytadigan bo'lsak, farqlar kamchilik emas, kuchli tomon hayotni osonlashtiradi. Slayd mukammal xulosasi, demak, kamchilik emas, kuchli tomon. Kitob shuni ta'kidlaydi, erkakning maqsadga yo'naltirilgan va ayolning ko'p qirraliligi bu bir-birini to'ldiruvchi kuchlar hisoblanadi. Misol, erkak loyihani bosqichma-bosqich bajarsa, ayol butun loyihani kontekstini va odamlar munosabatini ko'rsa, natijaga loyiha orqali nafaqat vaqtida, balki odamlar ruhiyatida hisobga olinganda holda, odamlar ruhiyatini hisobga olgan holda, demak, amaliyotda bajaradi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, farqlar hayotimizni qiyinlashtirishi shart emas, aksincha, ularni tushunganimizda hayotimiz osonlashadi. Ya'ni nima uchun ikki xil inson ekanligini tushunib yetganda yaxshilik paydo bo'ladi demoqchi. Bizning farqliligimiz birgalikda yanada yaxshi natijalarga erishishimizga yordam beradi. Ya'ni o'sha bir tomoni xarajatni o'ylasa, ikkinchi tomoni oilani ahvoli, ya'ni o'sha qanchalik yaxshilanadi o'sha instrument yoki narsani olgandan keyin. Shu narsa ikkalasi birlashsa, oila balki emas, aniqrog'i mukammallashadi. Va shuning uchun kitobning asosiy xulosasi shu: bu farqlar muammo ko'rishni to'xtatish. Ularni kuchli tomoningizga aylantiring. Ya'ni o'sha farq borligi bu minus emas, bularni naborot ikkalalaringizni, ya'ni oilani kuchli tomon ekanligini tushunib yeting, deyapti. Va demak, farqlarni muammo ko'rinishda to'xtatasiz. Bu nafaqat sizning munosabatlaringizni, balki butun hayotingizni yaxshilashga yordam beradi. Bugungi prezentatsiyamiz shulardan iborat edi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, eshitamiz.